Yopishimiz kerak. Assalomu alaykum. Mana grupadagilar 35 talik nijniy katyolimiz yonyapti. İki tomonlama uy, dorozaxonani u tomonida ham, bu tomonida ham uylar. O'tganli ikkita anjon katyol bor edi, olib tashlab bitta mana shu 35 talikni qo'yib berdim. Mana yonishlari zo'r yonyapti. Isishlari zo'r bo'lyapti ekan. Yopavering. Mana xonalar, katyol xonalar zo'r qilib chiroyli qilib qo'ygan mana. Ko'ringlar. Endi pataloylarni o'rab olsangiz, o'zi ham bunaqa utiblat bo'lgan katyol. Mana kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Pasaytirib yoqyapsizmi ventilatorda? Ha, birinchi ilashtirganda. Ha, ko'tarib olib turib, keyin Yaxshi ilashib olgandan keyin sal pasaytirib. Bo'ldi.